qishloqda joylashgan Beklar choyxonasi yaqinida joylashgan ajoyib shinam uyimiz bor. Kirib kelishingiz xuddi shunday darvozaxonadan boshlanadi. Kirib kelishingiz bilan sizni xuddi shunday atmosfera quchoqlab oladi. Quchoqlab olgandan keyin qo'yib yuborish iloji yo'q. Ko'rib turganingizdek, o'ng tarafimizda zerni zona qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Bu tarafda to'g'ri qarasa, kirib kelishingiz bilan to'g'ri qarasangiz, uyimizni eng fayzli joyi, ya'ni yozda chiroyli so'rlar qurib qo'yib, bemalol maza qilib o'tirsak bo'ladi. Endi keling birinchi xonadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi xonamiz xudo xolasa mehmonxona. Ya'ni bu mehmonxonamizga kelib bemalol eshik tagidan shunday kiramiz, shunday kirib mehmonxonani ko'rib, mehmonlarimiz bo'lsa, mehmonlarimizni olib kirib, undan keyin yana eshikdan chiqarib olishimiz mumkin. Endi xudo xolasa ikkinchi tarafga o'tadigan bo'lsak, mana xuddi shunday uylarimiz juda chiroyli qilib qo'yishgan, o'zlari uchun qilib qo'yishganda. Ikkinchi xonaga keladigan bo'lsak, ikkinchi xonamiz ham xuddi shunday родительский xona yokida farzandlarimiz bo'ladigan bo'lsa, farzandlarimiz uchun joy qilib qo'ysak bo'ladi. Uyimizni maydoniga keladigan bo'lsak, uyimiz maydoni 8 so'ta, ya'ni общий xonalarimiz 8 ta xonadan iborat. Uchinchi xonamizga kelib kelamiz. Uchinchi xonamiz ham xuddi shunday oila uchun yoki ota-ona uchun joy bemalol qilib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda esa to'rtinchi xonamizga kirib kelamiz. To'rtinchi xonamizni ham bemalol kirib tomosha qilishingiz mumkin. Endi uy remontlar ichkari dizaynga keladigan bo'lsak, xudo xolasa o'zimizga moslab turib remont qilsak bo'ladi. Bu yerda esa oshxona ichida yana bitta xonasi bor o'zi uchun, oshxona joylashgan. Bu yerda esa sanuzel, ya'ni kirib bemalol sanuzelimiz ham juda katta. Bu yerda ham hojatxonalarga ega bu tarafi sanuzel. Xuddi shunday uyda orqa tarafida ham juda zo'r chiroyli joyimiz bor. Bu chiroyli joyimiz ya'ni bu nima deydigan bo'lsak, kimki insonlar qiziqadi bir hayvonlar boqishga, ya'ni orqa tarafimizni ham ko'rib chiqamiz. Orqa tarafimiz xudo xolasa o'zimiz uchun bir chiroyli mol yoki qo'y boqadigan yerlarimiz ham mavjud. Orqa tarafimizga keladigan bo'lsak ham orqa tarafimizda ham o'ziga yarasha maydoniga ega joy. Ya'ni orqa tarafimizda hayvonlar uchun bir alohida yerimiz bor. Orqa tarafimizda ham ko'rib turganingizdek o'zining hojatxonalariga ega. Bu tarafga keladigan bo'lsak podvallari bor. Podvallardan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Kelib turib aytdi sport zal qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun zalli xona bo'ladi, sport zal yoki katta zal qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ko'chaga chiqibmiz, uyimizda o'zimiz uyda ertalab turib, bemalol shug'ullanib, o'zimizga bir yaxshi emotsiyalar olsak bo'ladi. Xuddi shunday bu tarafimizda uzun zorimiz ham mavjud. Kelganingizdan keyin xuddi shunday molxonamiz yoki qo'y boquvchi, mol boquvchi insonlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday mol qo'y boqsa ham bo'ladigan joyimiz mavjud. Tugating gapga. Mana egalar tomonidan naqtirib bir yoshni kattkin. Ko'rib turgan uyingiz juda xavfsizam uy. Ya'ni bu uyda o'zim ham kirib kelgandan keyin shunday quchoqlab oldiki, qo'yvoringiz kelmayapti. Kimga xuddi shunday uy joylar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zinat uy-joy savdosiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Zinat uy-joy savdo ishonch va sifat belgisidir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.